بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 65. bab jarus su yomon qo'shni to'g'risidagi bab ekan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Kana min du'a'i nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohumma inni a'udhu bika min jaris su'i fi daril maqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Demak, yomon qo'shni to'g'risidagi kelgan narsada shunday aytilyaptiki, Rasulullohning duolarida dedilar Abu Hurayra radhiyallohu anhu quyidagilar bor edi. Ey Allohim, men sendan dorul maqom, u dunyodagi qo'shnini yomon bo'lishidan panoh tilayman, yomon qo'shnidan. Bu dunyodagi qo'shni o'zgaradi, lekin unisi o'zgarmaydi. Shuning uchun yomon qo'shnidan doim Xudodan panoh so'rab turish kerak ekan. Chunki qo'shni yomon bo'lib qolishi odamning badbaxtligining bir alomati. Tunu kun uni halovati yo'q. Urush, janjal, xavf, xatar, ko'ngil siqilgan, bir narsa bo'lib qolarmikin, deb qolarmikin bilan odamning kuni o'tadigan bo'ladi. 118-hadis Abu Musa radhiyallohu anhudan qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la taqumu as-sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu va akhahu va abahu. Toki bir odam qo'shnisini o'ldirmaguncha yoki aka-ukasini o'ldirmaguncha yoki otasini o'ldirmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi degan ekanlar. Demak, qo'shnichilik aloqalarini yomonlashish ham qiyomatning yaqinlashib qolishining alomatlaridan ekan. Qo'shnilar bir-birini o'ldirsa, bola otasini o'ldirsa, aka-ukasini yoki shunaqa bo'lsa, demak bu ham o'sha narsa ko'paygani qiyomat qoyimning yaqinlashganligini alomatlaridan bo'lar ekan. Shuning uchun ham qo'shnilar bilan ham yori birodar, aka-uka, ota-onalar bilan nihoyatda yaxshi bir aloqalar olib borishga harakat qilmoqlik lozim ekan.